Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi informatika darsimizni boshlaymiz. Daftarlaringizni olib, bugungi chisloni qo'ying. 14-may. Mavzu Python programmalash tilida belgili miqdorlar bilan ishlash. Biz siz bilan belgili miqdorlarni basic programmalash tilida ishlab ko'rganmiz. Belgili miqdorlar bilan ishlaganda 3 ta operator bor. Left bu vazifasi belgili miqdorning chap tomonidan bir nechta belgini ajratib olish. Ko'rinishi mana bunday shaklda. Right vazifasi belgili miqdorning o'ng tomonidan bir nechta belgini ajratib olish. Ko'rinishi mana bunday shaklda. Mid bu belgili miqdorning ixtiyoriy belgisidan bir nechta belgini ajratib olish. Bu mana bunday shaklda beriladi. Esingizga tushdimi? Endi mana shu basic programmalash tilida shu belgili miqdorlarga ko'ra bitta dastur tuzib ko'raylik. Informatika so'zidan coming so'zini hosil qiluvchi dastur. 10-satr A belgili miqdor informatika kiritdik. 20-satr B belgili miqdor right A2 ya'ni informatika so'zining o'ng tomonidan ikkita belgini K ni ajratib oldi. 30-satr mid A belgili miqdor 6B ya'ni informatika so'zining 6-belgisidan boshlab bitta belgini M ni ajratib oldi. 40-satr D belgili miqdor left A2 ya'ni informatika so'zining chap tomonida ikkita belgi in ni ajratib oldi. 50-satrda bularni hammasini qo'shib F belgili miqdor bilan belgiladi. 60-satrda print F natijani chiqar. 70-dastur tamom. Biz mana shunday shaklda basic programmalash tilida siz bilan dastur tuzganmiz belgili miqdorlar bo'yicha. Endi Python programmalash tilida buni qanday amalga oshiramiz? Python programmalash tilida belgili miqdorlar bilan ishlash boshqa programmalash tillariga qaraganda ancha oson va mukammal. Belgili miqdorlar bilan ishlashda alohida operatorlar ishlatilmaydi. Masalan, so'zning chap tomonidan belgilarni ajratib olish uchun misol tariqasida shunday F informatika bo'lsin. B teng F katta qavsning ichida 2.3 ya'ni so'zning chap tarafidagi 3 ta belgini olib qolganini tashlab yuboradi. Demak, bu yerda son bilan 2 nuqtani qo'yilish holatiga e'tibor berish kerak xolos. Print B natija inf ya'ni chap tomondagi 3 ta belgi chiqadi xolos. So'zning o'ng tomonidagi belgilarni ajratib olish uchun F informatika B teng F katta qavsning ichida 3 2 nuqta. Bu yerda 2 nuqta 3 dan keyin sondan keyin qo'yilyapti. Endi bu yerda oxiridagi 3 ta belgini ajratib olmaydi. Chap tomondagi 3 ta belgini tashlab qolganini oladi. Bu yerda natija ormatika bo'lib chiqadi, ya'ni informatika so'zining chap tomonidagi 3 ta belgini tashlab yozadi. Endi so'zning orasidan belgilarni ajratib olish. Bu yerda mana ikkita son ishlatilyapti. 2 2.8. Buni qanday tushunamiz? Informatika so'zining 8 ta belgisini tanlab oladi. Informat. Undan ikkitasini tashlaydi chap tomonda. In. Natijada o'rtadan bizga qaysi format degan so'zni hosil qiladi. Print B natija format. Ana endi boyagi basic tilida tuzgan dasturimizni Python programmalash tilida tuzib ko'raylik. Informatika so'zidan coming so'zini hosil qiluvchi dastur tuzing. F informatika A teng F 9 2 nuqta. Ya'ni informatika so'zining 9 ta belgisida tashlab yuboramiz. Bu yerda informati degan joygacha 9 ta belgi tashlab yuborsa bizga nima qolyapti? K. B F 5 2.6 ya'ni informatika so'zining 6 ta belgisini oladi. Inform undan chap tomondan 5 tasini tashlab yuboradi. Natijada M qoladi. Uchinchisi F 2.2 informatika so'zining chap tomondan 2 ta belgini oladi. A bu yerda K bo'ldi, B M bo'ldi, S esa in bo'ldi. Ana endi bularni qo'shib D bilan belgiladik. Print D. Natija coming so'zi hosil bo'ldi. Bak mana shu
dasturni Python programmalash tilida tuzilishi. Endi shu dasturni Pythonda ko'rib chiqaylik qanday holatda. Bu yerdan vaqtdan unumli foydalanish uchun men oldinroq tuzib qo'ygan edim. Natijasini ko'ramiz. File, open, belgi. Mana tuzilgan dasturimiz. F informatika A teng F9. Dasturni bajardi buyruq bersak run buyrug'ini berdik, mana bu yerga chiqdi. Kamin. Mavzuni tushungan bo'lsangiz, endi sizga topshiriq geometriya so'zidan metro so'zini hosil qiluvchi dastur tuzing. Xohlasangiz birinchi basic programmalash tilida tuzib ko'ring. Keyin Python programmalash tilida tuzing va bir-biriga solishtiring. Shuning bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' va salomat bo'ling.